Hammaga salom. Sizlar bilan VR PUBG kanali. Ko'pchilik haligacha YouTube'da stream qilish haqida ma'lumotga ega emas ekan. Kelinglar, men sizlarga bu haqda aniqroq va tushunarli qilib ma'lumot beraman. Unday bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ying. Va biz boshladik. Birinchi o'rinda Play Market yoki App Store'ga kirib, Live Now degan programmani yuklab olamiz va ilovaga kirib olamiz va bu yerdan Next tugmachasini bosib chiqamiz. Yana Next, keyin Done va bu yerdan ruxsat beramiz nastroykalariga. Hammasiga ruxsat beramiz. YouTube'ga kiramiz. Bu yerda ikkita kalitcha YouTube chiqadi. Biz undan YouTube'ga bosamiz. Продолжить va account so'raydi. YouTube'ingizga ulangan akkauntni kiritasiz. Manda bu account va sizlardan parol so'raydi. Men уже o'rnatib bo'lganman. Shu Gmail parolini kiritasiz. Va авторизация. Продолжить. Va продолжitni bosamiz. Pastdagi qizil Create Event'ni bosamiz va bunaqa panel chiqadi. Bu panel nima? Birinchisi, masalan, streamerlarga nom bersanglar bo'ladi. Men aytganman, kiringlar, birga bir tedam o'ynaymiz deganman. Ikkinchisi esa YouTube'lar haqida ozgina ma'lumot berib qo'yasizlar yoki Telegram kanalinglarni silkasini qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Hop, bunisi miniatyura. Bu degani streamerlarga rasm qo'ysanglar bo'ladi, ya'ni preview. Hop, keyingisi biladeti har doim ochiq turishi kerak. Расписание. Bu streamerlarni rejalashtirsanglar, masalan, nechilardir stream qilmoqchisizlar, shuni yoqib streamerlarni rejalashtirsanglar bo'ladi. Uchinchisi, har doim publicda tursin. Publicda turish kerak, chunki hamma ko'ra oladi. Bu yerda qiladigan ishimiz qolmadi. Create Event'ni bosamiz. Birinchisi, kamerada stream qilasizmi? Ya'ni web kamerada demoqchi. Bizga web kamera bo'lsa, web kamerada qilinglar. Menda web kamera yo'q. Men translyatsiya yoqaman YouTube'da o'yinimni ko'rish uchun. Ikkinchisini tanlayman. Xo'p, bu yerda pastdagi portret, качество, FPS, ovoz, fon qo'yishlar, pauzalar, streaminglar ko'rinmasliklari uchun har xil funksiyalari bor. Bu yerda xohlasanglar shorts variantida ko'rsin streaminglarni, xohlasanglar bunaqa YouTube formatida ko'rsin demoqchi. Bunga shorts kerak. Bunisi качество video. Videolaringning sifati, качествоsi 1080 ga 60 turishi kerak har doim. Bunisi 60 turishi kerak FPS ham. Ovozi har doim 100 turadi bir xil. Keyingisi mana VR pubga yozib qo'yganman. Bu nima? Kirasizlar. Sizlarda o'chiq bo'ladi, выключить turadi. Sizlar pastdagi настройкasiga kirasizlar va bu yerdan добавить bosib o'zlaringa masalan fon yaratib olsanglar bo'ladi. Masalan, mana katta qilib qo'yganman. Mana shunaqa qilib qo'ysanglar bo'ladi. O'rtada streamerlar ketadi mana bu o'rtada. Hop, mana buni qilib qo'yganman. Keyingisi ko'z. Bu sizlar o'ynayotgan o'yinlarni yashirib qo'yish. Stream payti yoqsa bo'ladi, hozir yoqib bo'lmaydi. Unga mana rasm qo'yib qo'ysa bo'ladi. Unga mana katta qilib rasm qo'yib qo'ysa bo'ladi. Tamam, VR bu kitib bosib
aktivnosti bosasizlar. Mana yashirib qo'ygan paytingizda shu rasm ko'rinadi. Pauza bor. Streaminglarni mana pauza qilib qo'yishadi, mana shu rasm bo'lsa bo'ladi. Xuddi boyagidek. Daleni bosib streaminglarni boshlashinglar bo'ladi. Startni bosasizlar. Bu streaminglar yoqiladi. Mana shu zapis qilyapman. Hammaga rahmat. Sizlardan albatta like, komment va podpiska kutib qolaman.